Chuburigili sochni bo'lish uchun shu piyoz texnikasini qo'llab ko'ringlar. Uy sharoitida sochni chuburik qilishni o'rganamiz. Birinchi qiladigan ishimiz xamirni qorib, tindirib qo'yish. Bu yerda 1,5 kilo un va choy qoshiqda tuz solib eritib olamiz. Suvni ko'p solmaymiz, 1,5 kilo yetadi. Birinchi tuzli suvni solib, endi yog' solamiz. Oddiy pista yog'idan sovordim. Chuburik xamirning yana bir muhim jihati, qorayotganda qaynoq suvdan ozgina sovuq qilib solamiz. Suv issiqligi hisobiga xamirni qoshiqda qoryapman. Mana xamirimiz o'rta tegishli tayyor bo'ldi. Kommentariyamizda erkaklar xamir qoradimi deyishadi. Sonsa novvoychilarning hammalari erkak kishi-ku, nima deysalar bunga? Mana bu xamirni endi 1,5 soatga tindirib qo'yamiz. Xamirimiz tinguncha ichidagi natijasini pishirib olamiz. Birinchi ko'pgina piyoz solib qovurishni boshlaymiz. Piyozni qovurib o'ldirib oldim. Endi navbat qiymaga. Tuz va ziravorlarni sog'oramiz. Ozgina muz sog'oraylik, xushxo'r bo'ladi. Ko'chani ovqatidan ancha mazali. Dimlashdan oldin yana ozgina piyoz solib dimlab qo'yamiz. Mana xamirimiz tindi. Endi buni zuvalachalarga bo'lib olamiz. 45-50 gram atrofida zuvalachalar tayyorlab olamiz. 1,5 kilo undan 15-20 ta dona chuburik chiqadi. Mana qiymalarimiz so'shli bo'lib pishib chiqdi. Endi buni tugamiz. Tilla rangi kelguncha qovurib olamiz. Shu usulda qortanglar puzirka bo'lib chiqadi. Mana chuburigimiz tayyor bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib ketishni unutmanglar.